إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Barlık hamd sanalar alemlerinin parverdigarı Allah'a xastır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, aile azalarga, sahabelerge ve o zatga ta kıyamet qaim bolğunga kadar güzel ahlak bilen ergeşken barlık mümin Müslüman qarindaşlarga Allah'ın salamı ve berekatı bulsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz mümin Müslüman qarindaşlar, bugün biz 47. çoğun günah ayalının iriga sarkashlik qilishi, yani ayal kişinin iriga itoat qilmasligining çoğun günah ekanligi haqida to'xtalib o'tamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu Teala: "Vallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila. İnnallaha kana aliyan kabira." Sizlar sarkashlik qilishlaridan qo'rqadigan ayollarga nasihat qilinglar dedi. Yani sizlarga itoat qilmaydigan ayollarga nasihat qilinglar dedi. Yani bu nasihat albatta Allah'ning kitobi va payg'ambar alayhisalomning sunnatiga muvofiq bo'lishi kerak. Yani Allah Teala ayollarni nimaga buyurgan bo'lsa, payg'ambar alayhisalom ayollarni nimaga buyurgan bo'lsa, ana shuningga asoslangan holda itoat qilmaydigan ayollarga biz vaz nasihat qilishimiz kerak. Shuning bilan birgalikda vahjuruhunna fil madaji', agar ular va Allah va uning rasulining so'ziga bo'ysunmaydigan bo'lsa, ular bilan bir to'shakda billa yotmanglar deydi Alloh taolo. Yani vaz nasihatinglar foyda bermaydigan bo'lsa, ular bilan bir to'shakda billa yotmanglar. Yani ko'panglarni ayrim qilinglar. Bumi unum bermasa dedi. Ularni adaplash maqsadida wadribuhunna dedi. Adaplash maqsadida astroq urib qo'yinglar dedi. Yani ayol kishi ojiz, uni menga kuchi yetmaydi deb qo'limizdan kelgancha bir ishga bo'ysunmagan bo'lsa, gap anglamagan bo'lsa, darhol uni urib yoki boshqa ish qilishga bo'lmaydi. Chunki bu ayol kishi Allohning erlarga bergan omonatidir. Shuning uchun bu omonatni biz zoya qilmasligimiz lozim. Chiroyli gap bilan yo'lga solishimiz lozim. Fa in ata'nakum dedi. Agar o ayollar sizlarga itoat qiladigan bo'lsa, ularni bo'zaq qilish xiyolida bo'lmanglar. Mening ayolim mendan qo'rqidi. Ayolining eriga itoat qilganligidan foydalanib, ayolim mendan qo'rqidi deb ularni bo'zaq qilishga bo'lmaydi. Bo'zaq qilmanglar dedi Alloh taolo. Innalloha kana aliyan kabira. Alloh taolo haqiqatan ham
sizlardan üstündür dedi. Ve büyüktür dedi. Yani Allah ayollarga zulüm kılmanglar, zulüm kılıdığan bolsanglar, sizlerinin cazayınlarını Allah bergüçüdür. Çünkü Allah hemmeden büyüktür dedi. Ayolni chiroyli yo'lga silishimiz kerak. Chiroyli gap bilan Allohning so'zi bilan, payg'ambar alayhisolamning so'zlari bilan, chiroyli vaz nasihat bilan yo'lga solishimiz kerak. Agar ayol erga itoat qilmaydigan bo'lsa, unga ham ma'qul ko'rmasa, joyimizni boshqa qilishimiz lozim. Uningga ham unimasa astroq uni yo'lga solish yuzsidan, adab, ahlak, ügütiş yüzüden astırak urub qo'yishimiz lazım. Shuningdek, qachonki ayol itoat qiladigan bo'lsa, uni biz mendan qo'rqidi demasdan itoat qilganligi uchun biz u ayolni bo'zaq qilish xiyolida bo'lmasligimiz lozim. Ayolim bo'zaq qila olmayman deb uni bo'zaq qiladigan bo'lsak, Alloh taolo bizlarni jazolab qo'yishi mumkin. Shuning uchun ayolni tarbiyalashning yo'llarini Alloh taolo mana bu oyatda bizga o'rgatdi. Mana shunga amal qilib chiroyli ayollarni yo'lga selishimiz lozim. Payg'ambar alayhisalom hadislardan birida mundaq deydi. Bir kishi o'zining ayolini to'shakka chaqirsa, u ayoli kelmaydigan bo'lsa, u ayolga ta tong atgunga qadar farishtalar la'nat qilib chiqadi deydi. Qachonki eri ayolini chaqiradigan bo'lsa, ayoli darhol eriga itoat qilishi lozim. Aks holda u farishtalarning la'natiga yo'liqib qoladi. Hasan Basri radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar alayhisalomdan anglagan bir kishi menga mundaq bir hadisni so'zlab berdi dedi. Hadisda mundaq deyilgan. Ayol kishidan birinchi bo'lib qiyomat kuni namozi haqida so'riladi dedi. Uningdan keyin eriga itoat qilgan va qilmaganlik haqida savol so'roq qilinadi dedi. Shuning uchun ayol kishi hayoti dunyoda mana bu namozini o'z vaqtida ado qiladigan bo'lsa, eriga itoat qiladigan bo'lsa, bu ayol najot topadigan ayollar jumlasidan bo'ladi aziz qarindoshlar. Va yana aytdi ekanki, payg'ambar alayhisalom hadislaridan birida Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan ayol erining ruxsatisiz nafli roza tutmasin dedi. Faqat erining ruxsati bilan nafl rozani tutsin dedi. Agar farz roza bo'ladigan bo'lsa, erining ruxsatini olishning hech hojati yo'q. Chunki farz Allohning buyrug'idir. Ya'ni bir oy, yilda bir qatim keladigan Ramazon rozasini tutishda erining ruxsatini olishning hech hojati yo'q. Ammo payg'ambar alayhisolamning sunnatini teriltiraman deb dushanba kunligi, payshanba kunliklari va oydin kechalari mana bu sunnatlarni tutaman deb tutadigan bo'lsa, ayol kishi bu haqda erining ruxsatini olib, uningdan keyin nafl roza tutmaga lozim. Aks holda ayol kishi gunohkor bo'lib qoladi aziz qarindoshlar. Shuning bilan birgalikda wala ta'zan fi baytihi illa bi iznihi dedi. Uyiga ham bir kishini almoqchi bo'lsa, erining ruxsati bilan olsin dedi. Eri ruxsat bermagan insonlarni ayol kishi uyiga ilishga ruxsat yo'qdir. Ya'ni ayol uchun birinchi o'rinda turadigan uning eridir. Ayol kishi eriga itoat qilishga majbur aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom hadislardan birida yana aytdi ekanki, bir insonning yana bir insonga sajda qilishni buyurganimda sajda qilishi mumkin emas. Agar buyurish mumkin bo'lganda ayol kishini eriga sajda qilishga buyurgan bo'latdim dedi payg'ambar alayhisalom. Ya'ni buningdan bilib olishimiz mumkinki, kishini qandoq darajada ayol kishi itoat qilishining lozimligini mana bu hadis ham bizlarga ko'rsatib beryapti. Husayn ibn Muhsin radhiyallohu anhuning hammasi payg'ambar alayhisolamning oldiga kelib kunlardan birida eri haqida shikoyat qildi. Shunda payg'ambar alayhisolam aytdi ekanki, eringga
qilayotgan muomalangga, qilayotgan harakatingga bir nazar sog'in dedi. Sen qandaq muomalada bo'layotsan eringga, shuningga nazar sog'in dedi. Chunki u sening ya jannatingdir, ya do'zaxingdir dedi. Yani kishi ayolning ya jannati bo'lishi kerak, bo'lishi mumkin yoki do'zaxi bo'lib qolishi mumkin. Agar u ayol eriga itoat qiladigan bo'lsa, ayol kishi jannatga erishadi. Erini norozi qilib, xafa qilib nima qiladigan bo'lsa, ayol kishining oxirati kuyib ketishi mumkin aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu narsalarga ayol onalarimiz, opa-singillarimiz nihoyatmi diqqat qilmoqi lozim. Bu dunyo 4 kunlik dunyo. Eriga itoat qilib yashaydigan bo'lsa, Allohni rozi qilgan bo'ladi va shuning bilan birgalikda payg'ambar alayhisolamning ham rozi qilgan bo'ladi, sunnatini teriltirgan bo'ladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun ayol kishi erini rozi qilishi vojibdir. Erining achchig'ini keltirib qo'yishdan saqlanmoqi lozim. Va qachon eri ayol kishini chaqirganda darhol erining yoniga kelishi lozim. Chunki payg'ambar alayhisalom hadislardan birida aytdikanki, agar bir ayolini to'shakka chaqirsa, darhol kelsin dedi u ayol. Vaholanki u ayol to'no beshida bo'lgan taqdirda ham dedi. To'no beshida bo'lgan taqdirda ham eri chaqirsa darhol kelsin dedi. Ulamolar aytdikanki, mana shunda ko'p hollarda ayol kishi eriga itoat qilishi lozim, ammo ayol kishi o'zining hayzlik holatida bo'lsa yoki nifoslik holatida bo'lsa, eri chaqirganda uningga bo'ysunmasligi lozim. Chunki er kishi ham ayolining mana bunday kasal holatida chaqirmasligi lozim. Chunki ayol kishi mana bu odatidan poklangandan keyin nima bo'lishi kerak? Yaqinlashmoq lozim. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda Bismillahirrohmanirrohim fa'tazilun nisa'i fil mahid va la taqrabuhunna hatta yathurna dedi. Hayz mezgilida ayollardan neri turinglar dedi. Hayzdan pok bo'lguncha ularga yaqinchilik qilmanglar dedi. Mana bu ayollarning har oyda ko'radigan hayzlik, ya'ni kasallik degan nimasi bor? Mana bu holatda erkak kishi o'zini bilish kerak. Mana bu holatda ayollar bilan yaqinchilik qilmasligi lozim. Aysha radhiyallohu anha mundaq dedi. Ey ayollar jamoasi dedi. Erlaringlarning sizlarning ustinglarda qanchalik haqqi borligini bilganinglarda edi dedi. Ularning oyog'ining ostidan chiqqan to'pi changlarni yuzinglar bilan surtgan bo'lar edinglar dedi. Ularning oyog'ining ostidan chiqqan to'pi changlarni yuzinglar bilan surtgan bo'lar edinglar dedi. Shuning uchun ayol kishi har doim hayo qilib, eridan hayo qilib turishi lozim. Erininki barliq buyruqlariga, yana to'g'ri yo'lga, haqqa buyurgan, haq so'zni so'zlagan har qanday holatida itoat qilmoqi lozim. Eri gap qilgan chog'da, gap qilayotgan chog'da sukut saqlab turishi lozim. Eri kelganda, uyga kelganda chiroyli o'rnidan turib kutib olishi lozim va erining achchig'ini keltirib qo'yadigan barliq ishlardan uzoq turishi lozim ayol kishi. Shuning bilan birgalikda eri ko'chaga chiqib ketayotgan chog'da chiroyli uzitib qo'yishi lozim va yotgan vaqtida ayol kishi o'zining barlig'ini eriga bag'ishlashi lozim. Ya'ni o'zini eriga atashi lozim. Erining yo'q vaqtida ayol kishi eriga hargizmi xiyonat qilmasligi kerak. Uyiga ham, mol mulkiga ham xiyonat qilmasligi lozim. Eri uyda bor paytida xushpuroqlarni, atirlarni sepib, erini chiroyli kutib olishi lozim. Eri yo'q paytida mana bundaq xushpuroq narsalarni
tark qilishi lozim ayol kishi. Shuning bilan birgalikda erining oilasiga ham, qarindosh urug'lariga ham hurmat ko'rsatish kerak ayol kishi. Eri oz narsani olib kelsa ham buni kamsitmasdan ko'p deb qabul qilishi lozim. Hargiz xafa bo'lmasligi kerak aziz qarindoshlar. Mana shundoq ayollar jannatiy ayollaridan, erini rozi qilgan ayollar jannatiy ayollaridan hisoblanadi. Allohdan qo'rqadigan ayol albatta Allohga itoat qilishi va eriga itoat qilishi lozim. Erining roziligini elish uchun butun kuch-quvvatini sarflamaga lozim ayol kishi aziz qarindoshlar. Chunki eri u ayolning ya jannatidir, ya do'zaxi bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom hadislardan birida aytdikanki, ayyuma imra'atin matat va zawjuha radin anha dakhalatil janna. Qandaq bir ayol vafot qilsa, u ayoldan uning eri rozi bo'ladigan bo'lsa, u ayol jannatga kiradi deydi. Ayollarning jannatga kirishi uchun erning roziligini olmoq lozimdir aziz qarindoshlar. Va yana hadislardan birida aytadikanki, iza sollatil mar'a khamsaha, ayol kishi 5 vaqt namozini o'qiydigan bo'lsa, va samat shahraha, bir oy Ramazon ro'zasini tutadigan bo'lsa, va ata'at ba'laha, eriga itoat qiladigan bo'lsa, faltadkhul min ayyi abwabil janna sha'at. U holda ayol kishi jannatning xohlagan darvozasidan kiradi deydi. Ayol kishi 5 vaqt namozini o'qiydigan bo'lsa, bir oy Ramazon ro'zasini tutadigan bo'lsa, eriga itoat qiladigan bo'lsa, jannatning xohlagan darvozasidan kiradi deydi. Bu nima degan yaxshi so'z? Bu nima degan oson, ammo ming afsuslar bo'lsinki, mana bundaq fursatni qanchilgan ayollarimiz qo'lidan chiqarib o'tadi aziz qarindoshlar. Alloh taolo hammamizning ahli ayollarimizga mana shundaq payg'ambar alayhisolamning hadisiga amal qiladigan, Alloh taoloning buyrug'ini bajaradigan solih ayollardan qilishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Va yana rivoyat qilinadi ekanki, eriga itoat qiladigan ayolga havodagi qushlar, dengizdagi baliqlar, osmondagi farishtalar, hatto quyosh oy ham madamiki u ayol erini rozi qiladi ekan, rozi qilayotgan holatda bo'ladi ekan, ana shu narsalar, mana shu mahluqotlar u ayolning gunohining kechirilishini so'rab Alloh taologa iltijo qiladi deydi. Ey Allohim, mana bu ayol eriga itoat qilyotdi, sen buning gunohini kechirgin deb havodagi qushlar, dengizdagi baliqlar, osmondagi farishtalar, hatto quyosh oy ham mana bu ayolning gunohining kechirilishini so'rab Allohga iltijo qiladi ekan aziz qarindoshlar. Qandaq bir ayol eriga osiylik qiladi ekan, bo'ysunmaydi ekan, u ayolga Alloh taolo la'nat qiladi, farishtalar ham la'nat qiladi va barliq insonlar la'nat qiladi deydi. Bu nima degan dahshat? Va yana aytadi ekanki, qandaq bir ayol eriga qopqini soladigan bo'lsa, qopqini turib qaraydigan bo'lsa, toki u ayol eriga tabassum qilib, uning roziligini olmaguncha, tavba qilmaguncha Alloh taolaning g'azabiga yo'liqqan bo'ladi deydi. Shuning uchun ayollarimiz hargizmi eriga qopqini solmasligi va erini har doim rozi qilishga tirishmoqi lozim aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: arba'un minan nisa'i fil janna va arba'un fin nar dedi. 4 turlik ayol jannat ahlidir va 4 turlik ayol do'zax ahlidir dedi. Ammo jannati bo'lgan 4 turlik ayollar haqida to'xtaladigan bo'lsak, birinchisi
imra'atun afifatun ta'iatun lillahi ve li zawjiha deydi. Allah Taalaga itoat qiladigan va eriga itoat qiladigan hayolik, nomuschan ayol jannat ahlidir dedi Payg'ambar alayhisalom. Bu birinchisi. Ikkinchisi, valudun sabiratun qani'atun bil yasiri ma'a zawjiha dedi. Tug'umchan, yana ko'p bola tug'adigan, sabrlik va erining elib kelgan oz narsasiga qanoat qiladigan ayol jannat ahlidandir dedi. Ba'zi ayollar bor, mening o ayoldan nimam kam, palonchining ayolidan mening nimam kam, nimaga uning eri appagan narsani sen appiranmaysan deb eri bilan urush qiladi, jidal qiladi, majra qiladi aziz qarindoshlar. Bu hayoti dunyo imtihon dunyosidir. Alloh taolo kimgadir mol dunyo berib sinaydi, kimnidir kambag'allik bilan sinaydi. Mana bu sinoqlardan hammamiz o'tishimiz kerak aziz qarindoshlar. Xohlisida Alloh taolo bütün insonlarni boy qilib qo'yishga qurbi yetar edi. Ammo Alloh taolo unda qilmadi. Kimnidir boylik bilan sinaydi, kimnidir kambag'allik bilan sinaydi. Mening uningdan nimam kam deb erini qaqishtadigan, eriga azor beradigan ayollarga Alloh o'zi insof bersin aziz qarindoshlar. Aziz opa-singillarim, mana bu dunyo 4 kunlik dunyo, buni unutmasligimiz lozim. O'lganimizdan keyin bizning qiyomatimiz boshlanadi. Shuning uchun oxiratligimizni ko'ydirmasligimiz uchun, oxiratligimizni barbod qilmasligimiz uchun sabrlik bilan, qanoatchanlik bilan mana shu hayotiy dunyoda Allohning berginiga qanoat qilib yashashni o'rganishimiz lozim. Aziz opa-singillarim, jannat ahlidan bo'lgan ayollardan 3-chi toifasi bo'lsa, zatu hayain dedi. Hayolik ayollar, nomuschan ayollar. In ghaba anha hafizat nafsaha va malahu. Ularningki eri yo'q vaqtida ular o'zining iffat nomusini saqlab qoladi deydi. Va erining mol mulkini saqlaydi deydi. Eri kelganda tilini tiydigan ayollar deydi. Eriga javob qaytarmaydigan, gap qaytarmaydigan, erini ranjitmaydigan ayollar jannat ahli ayollaridir deydi Payg'ambar alayhisalom. 4-inchisi bo'lsa imra'atun mata zawjuha. 4-inchisi bo'lsa eri o'lgan ayol. Valaha avladun sigar. U ayolning bir necha kichik bolalari bor. Eri o'lib ketdi, bolalari yetim qoldi, kichik bir necha bolalari bor. Fahabisat nafsaha ala avladiha. Bu ayol bo'lsa o'zining nafsini bolalariga atab etdi. Yani bolalarni tarbiyalab, parvarish qilish uchun o'zining nafsini atab etdi. Bu bolalarni tarbiyaladi deydi. Va ahsanat ilayhim. Bolalarni tarbiyalab jamiyatga qo'shdi deydi. İnsanlarga qo'shdi. Va lam tatazawwaj khashiyatan an yudayyi'u. Yani ularning egichaqsiz qilishidan ansirab, yetim qilishidan ansirab turmushga chiqmagan, agi tegmagan ayol deydi. Hayoti dunyoda ko'ramiz. O'zining tug'ib qo'ygan bolachaqasi bilan ishi bo'lmaydi. Bolachaqasini tug'ib qo'ygan tashlab qo'yadi. Cho'ng bo'lasan, sen ham cho'ng bo'lasan, Xudoyim rizqingni yetkazadi deb. To'g'ri, Alloh rizqini yetkazadi. Hayoti dunyoga kelgan hech qanday bir inson och yalang'och qolmaydi. Hatto insonlar bu yoqda tursin, chunki insonda aql bor. Ana shu qushlarda ham, hayvonlarning ham rizqini Alloh berguchidir. Hech kim och yalang'och qolmaydi. Ba'zi onalar bor, bolalarini tug'ib qo'yadi, ammo ular bilan hech qanday ishi bo'lmaydigan ayollar bor. Eri o'lgan bo'lsa, boshqa ani tepib, boshqasiga agi tegib ketadi, bolalari bilan kori bo'lmaydi. Mana bu 4-chi jannat ahli bo'lgan ayol, eri o'lgan, kichik bolalari yetim qolgan,
mana shu ballariını tərbiyələb, bütün ömrünü ballarıga atab, ballarım egiçaqsız qalmasın deb, hayatını ballarıga begişlab, əgi tegməsdən ötüb ketken ayal cennet əhlidendir, deydi Peygamber aleyhisselam. Mana bu töttürlük cennet əhli bolğan ayallar. Endi dozaq ahli bo'lgan 4 turlik ayol haqida to'xtalib o'tamiz aziz qarindoshlar. Ular kimlar? Birinchisi imra'atun bazi'atul lisan alaha. Erini tillab qaqshtadigan sert gaplarni qiladigan ayol deydi birinchisi. Eri yo'qolib qolsa iffat nomusini sotadigan ayol deydi. Eri yo'q vaqtida o'zining iffat nomusini sotadigan ayol. Eri kelganda bo'lsa, uningga azor beradigan ayol do'zax ahlidandir dedi. İkincisi imra'atun takallafa zawjaha ma la yutiq. Erining qurbi yetmaydigan, kuchi yetmaydigan narsalarga buyuradigan ayol. Palanchi ayol palan narsani opdi. Sen nimaga menga u narsani olib bermaysan? Mening o ayoldan nimam kam deb erini qiyin ahvolga sab qo'yadigan, erining kuchi yetmaydigan narsalarni olib berishga majbur qiladigan ayol do'zax ahlidan bo'lgan ayollardir dedi aziz qarindoshlar. Alloh hammamizga insof, hidoyat, tavfiq bersin aziz qarindoshlar. Üçüncüsü do'zax ahlidan bo'lgan ayollarning üçüncüsü bo'lsa imra'atun laysa laha hammun illa al-akla va shurba va nawm. Yiyish, ichish, uxlashdan boshqa hech qanday g'ami yo'q. Hech qanday g'ami yo'q. Va namoz o'qishga qiziqmaydigan, Allohga itoat qilishga ham qiziqmaydigan, payg'ambar alayhisalomga ham itoat qilmaydigan, eriga ham itoat qilmaydigan ayol do'zax ahlidan bo'lgan ayoldir dedi. Na u Allohga itoat qiladi, na payg'ambar alayhisalomga itoat qiladi, na eriga itoat qiladi, na namoz o'qiydi. Uning bu hayoti dunyoda faqat yeyish, ichish, kiyish, uxlashdan boshqa hech qanday bir g'ami yo'q. Mana bundaq ayol do'zax ahlidan bo'lgan ayollardir dedi aziz qarindoshlar. To'rtinchisi do'zax ahlidan bo'lgan ayollardan to'rtinchisi erlardan o'zini tortmaydigan, sirtqa chiqqanda avratlarini ko'rsatib, ularning diqqatini o'ziga jalb qiladigan kiyimlarni kiydigan ayoldir dedi. Ustida kiyim bor, ammo yalang'ochdir. Chunki avratlari ochiqdir. Mana shundaq ayol ham do'zax ahlidan bo'lgan ayollardir aziz qarindoshlar. Ayollar mana bundaq sifatlar bilan sifatlanib, uydan ko'chaga erining ruxsatisiz chiqadigan bo'lsa, u ayol do'zax ahlidan bo'lgan ayollardir. O la'natga uchragan ayollardir aziz qarindoshlar. Faqat buning birdan bir yo'li Allohga tavba qilish bilan asliga keladi aziz qarindoshlar. Mana shundaq holatda bo'lgandan keyin o'zini silkib etib, men qandoq yashayapman deb Allohga chin dildan tavba tazarruq qiladigan bo'lsa, Alloh taolo g'afurur rahimdir. Mana bundaq ayollarning ham gunohlarini kechadi. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi. Men do'zaxga nazar soldim dedi. Men do'zaxga qaradim. Qarasam do'zax ahlining ko'pchiligi ayollardan tashkil topgan ekan dedi. Do'zax ahlining ko'pchiligi ayollardan tashkil topgan ekan dedi aziz qarindoshlar. Buning sababi nima? Nima uchun do'zax ahlining ko'pchiligi ayollardan iborat? Chunki ular Allohga itoat qilmaganligi, payg'ambar alayhisalomga itoat qilmaganligi, erlarga itoat qilmaganligi va shuning bilan birgalikda ko'chaga chiqqanda yasinib eng chiroyli kiyimlarni ko'z qilib, avrat joylarini ochib chiqqanligi uchundir aziz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh taolo mana bundaq ayollarimizga ham o'zi
insof, hidoyat, tavfiq bersin aziz qarindoshlar. Ayol kishining Allohga eng yaqin bo'lgan holati uning uyida Alloh taologa toat ibodat qilgan holatidir aziz qarindoshlar. Madamiki Allah ehtiyoj bo'lmasa, ayol kishi uydan ko'chaga chiqib, bozor aylanib yurishining hech bir hojati yo'q. Mana bundaq ayollar Allohga yaqin bo'la olmaydi aziz qarindoshlar. Ali radhiyallohu anhu ayoli Fatima radhiyallohu anhadan so'radi ekanki, ey Fatima dedi. Ma khayrun lil mar'ati. Ayol uchun eng xayrlik narsa, eng yaxshi narsa nima deb so'raganda Fatima radhiyallohu anha aytdi ekanki, ayollarning erlarni ko'rmasligi, erlarning ham ayollarni ko'rmasligidir deb javob bergan ekan aziz qarindoshlar. Kunlarning birida Aysha onamiz va Hafsa onamiz payg'ambar alayhisolamning huzurida o'ltirgan edi. Shunda Abdullah ibn Maktum degan sahoba payg'ambar alayhisolam bilan ko'rishmoq uchun ruxsat so'radi, izn so'radi ya aziz qarindoshlar. Chunki bu kishi Abdullah ibn Maktum qorig'i, ko'zi ko'rmaydigan kishi edi. Shunda payg'ambar alayhisolam Aysha onamiz bilan Hafsa onamizga aytdi ekanki, o'zinglarni daldaga elinglar deb shunda dedim. Shunda Hafsa onamiz bilan Aysha onamiz aytdi ekanki, ya Rasululloh, Abdullah ibn Maktum bu kishi qorig'i emasmi dedi. U bizni ko'rmaydi, u bizni bilmaydi-ku dedi. Shunda payg'ambar alayhisolam aytdi ekanki, siz ikkingiz ham qorig'imi dedi. Siz ikkingiz ham qorig'imi? Siz ikkingiz ham uni ko'rmayotgansizlar dedi. Siz ikkingiz ham uni, yana Abdullah ibn Maktumni ko'rmayotgansizlar. Xo'p, u qorig' bo'lib sizni ko'rmagan bilan sizlar uni ko'rasizlar-ku dedi. Mana shunda aziz qarindoshlar. Shuning uchun er kishi ham qo'ldan kelgancha ayol kishidan o'zining ko'zini olib qochmog'i lozim. Ayol kishi ham kishidan o'zining ko'zini olib qochmog'i lozimdir aziz qarindoshlar. Alloh taolo hammamizga insof, hidoyat, tavfiq bersin. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu aytdi ekanki, kunlarning birida men Fatima bilan birga Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni yo'qlab keldik dedi. Ammo payg'ambar alayhisalom nihoyatda qattiq yig'lab turgan edi dedi. Shunda men, ya Rasululloh, ota-onam sizga fido bo'lsin, sizni nima yig'latdi deb so'radim dedi. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, ey Ali dedi, Mi'raj kechasi men ummatimning ayollarining turli azoblar bilan azoblanayotganligini ko'rdim dedi. Ularga bo'layotgan azobning qattiqligidan yig'layapman dedim. Bir ayolni ko'rdim dedim. Chechi bilan esib qo'yilgan edi o ayol dedim. Bu ayolning mingisi qaynayotdi dedim. Yana bir ayolni ko'rdim, tili bilan esib qo'yilgan edi. Qaynoq suv bu ayolning qonidan quyulayotdi dedim. Yana bir ayolni ko'rdim dedim. Ko'ksi bilan esib qo'yilgan edim. U ayolning ikki oyog'i ko'ksiga bog'langan, ikki qo'li bo'lsa peshonasiga bog'langan. Yilonlar va chayonlar u ayolni o'rab olgan edi dedi. Yana bir ayolni ko'rdim. Uning beshi cho'chqining beshiga o'xshab qolgan edi. Badani bo'lsa eshakning badaniga o'xshab qolgan edi. Va uningga mana shunday turlicha azoblar bo'layotgan edi dedi. Yana bir ayolni ko'rdim. Itning suratiga kirib qolgan ayol edi. O't bu ayolning og'zidan kirib, orqasidan chiqib ketayotdi. Farishtalar bo'lsa bu ayolni
o'tdan bo'lgan bazg'am bilan urvatadi dedi. Mana shu so'zni aytgandan keyin Fatima onamiz o'rnidan turib, "Ya Rasululloh, mana bu ayollar nima gunoh qilgan ekanki, mana bundaq azoblarga loyiq bo'pti. Bundaq azoblarni ko'rishining sababi nima? Nima ish, nima gunoh qilgan ekan, ya Rasululloh?" deb so'radi. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, chechi bilan asib qo'yilgan ayol bo'lsa dedi, u chechini kishilardan yoshirmaydi. Yana chechini kishilarga ko'rsatib, ham namahram joylarini kishilarga ko'rsatib yuradi deydi. Tili bilan esib qo'yilgan ayol bo'lsa, eriga azor bergan ayol edi deydi. Hayoti dunyoda eriga azor berganligi uchun mana bu ayol tili bilan esib qo'yilib azob ko'ryotdi deydi. Ammo ko'ksi bilan esib qo'yilgan ayol bo'lsa, eriga xiyonat qilgan, to'shakiga boshqa bir kishini chaqirib eriga xiyonat qilgan ayol edi deydi. Ammo oyog'i, ko'ksiga va qo'li peshonasiga bog'langan yilon va chayonlar atrofiga o'rab olgan ayol bo'lsa, fa innaha kanat la tunazzifu badanaha min al-janaba. Junubluq holatidan poklanmaydigan ayoldir bu deydi. Hayzlik holatidan poklanmaydigan va namozga masxara qiladigan ayol edi deydi. Ayol ekan dedi. Ammo beshi cho'chqining beshiga o'xshab qolgan, badani eshakning badaniga o'xshab qolgan ayol bo'lsa, chiqimchi va yolg'onchi ayol ekan dedi. Ammo surati itning suratiga kirib qolgan, o't og'zidan kirib, orqasidan chiqib ketayotgan ayol bo'lsa, minnat qiladigan va hasad qiladigan ayol ekan dedi. Mana bundaq sifatlar bilan sifatlangan ayollar mana bundaq turlicha azoblar bilan azoblanayotganligini ko'rdim dedi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, aziz opa-singillar, biz qo'limizdan kelgancha Allohga itoat qiladigan bo'lsak, payg'ambar alayhisalomni yaxshi ko'radigan bo'lsak, erlarimizga itoat qilmog'imiz vojibdir aziz opa-singillar. Madomiki siz eringizga itoat qiladigan bo'lsangiz, oxiratligingizni qo'lga keltirgan bo'lasiz. Bilan men tapmatang, mening hech qanday kam joyim yo'q deydigan bo'lsak, siz qanchalagan savoblardan hatto Allohning g'azabiga ham yo'liqib qolasiz aziz opa-singillarim, aziz onaxonlar, aziz onajonlar. Shuning uchun mana shu hayoti dunyoda Alloh bergan umrni nihoyatda yaxshi Qur'on va sunnatga loyiq ravishda o'tkazmog'imiz lozimdir. Madomiki ayol kishi eriga bo'ysunishga majbur ekan, albatta er kishi ham mana bu ayollarga yaxshilik qilishga, chiroyli muomala qilishga va u ayollarning barcha nafaqasini, kiyim-kechaklarini, yashash hamma narsalarini qilib berishga majburdir aziz qarindoshlar. Ayolim itoat qildi deb uni bo'zaq qilishga bo'lmaydi. Onunğa chiroyli muomala qilishimiz lozim. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda Bismillahirrohmanirrohim va ashiruhunna bil ma'ruf dedi. Ularga nihoyatda chiroyli muomala qilinglar dedi. Ayol kishi ojiz, onunğa biz chiroyli gap qiladigan bo'lsak, albatta u ayol kishi sizni bizlarga itoat qiladi. Shuning bilan biz ham Allohning roziligiga erishamiz. Shuning bilan ayollarimiz ham Allohning roziligiga erishadi aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom ham hadislarida istausu bin nisa'i khayran dedi. Ayollarga nihoyatda chiroyli muomala qilinglar dedi.
fa innahunna awanun lakum dedi. Chunki ular sizlarning asiringlardir dedi. Chunki ular sizlarning asiringlardir. Shuning uchun ayollarga nihoyatmi chiroyli muomala qilishimiz lozim. Sizlarning ayollaringlarning ustida haqqinglar bo'lganidek, ayollaringlarning ham erlarning ustida haqqi bor dedi payg'ambar alayhisalom. Ularning sizlarning ustinglardagi haqqi bo'lsa, sizlar ularga nihoyatmi kiyim kechaklarini, yemak ichmaklarini nihoyatmi chiroyli qilib berishinglar kerak dedi. Bu erlarning majburiyati. Ayollarningki haqqi bo'lsa, erlari yoqtirmaydigan kishini uyiga olib kirmasligi lozim dedi. Va ularga izn bermasligi lozim. Eri falanchi bundan keyin bizning uyga kelmasin deydigan bo'lsa, ana shu ayol shu kishini yoki shu nimasini qarindashini kelishiga ruxsat bermasligi kerak. Chunki erim sizning kelishingizni xohlamadi, shuning uchun ayibga buyurmag'aysiz, men erimga itoat qilishga majburman deb eri xohlamagan kishini uyiga kirgizmasligi lozim. Shuning bilan birgalikda payg'ambar alayhisalom aytdiki, xayrukum li ahlihi dedi. Sizlarning eng yaxshilaringlar ayollariga, ahli ayoliga yaxshi muomala qiladigan kishilardir dedi. Madamiki biz payg'ambar alayhisalomga amal qiladi ekanmiz, itoat qiladi ekanmiz, buyurgan ishlarini bajarishga harakat qiladigan bo'lsak, albatta ahli ayolimizga chiroyli muomalada, munosabatda bo'lish bu ham sunnatdan dedi. Sunnatdandir aziz qarindoshlar. Sizlarning eng yaxshilaringlar ahli ayoliga eng yumshoq muomalada qiladiganlaringlar dedi. Chunki payg'ambar alayhisalom ahli ayollarga nihoyatmi chiroyli muomala qiladi. Bakmi chiroyli muomala qiladi. Hech qachon qo'pol muomalada qilmagan. Hattoki masalan Anas ibn Malik aytdikanki, men 10 yil payg'ambar alayhisalomga xizmat qildim deydi. Mana shu xizmat qilish jarayonida nima uchun meni qilding, nima uchun meni qilmading demadi payg'ambar alayhisalom dedi. 10 yil mobaynida nima uchun maishni manda qilib qo'yding, nima uchun maishni manda qilmading demadi dedi. Payg'ambar alayhisalom shu darajada chiroyli muomala qiladi. Biz ham mana shunday chiroyli muomalada qiladigan bo'lsak, sunnatga amal qilgan bo'lamiz aziz qarindoshlar. Qandaq bir er kishi dedi payg'ambar alayhisalom hadisida. Qandaq bir er kishi ayolining yomon xuluqlariga sabr qiladigan bo'lsa, Alloh taolo u kishiga Ayyub alayhisalomning balolarga, musibatlarga qandaq sabr qilgan bo'lsa, qanchalik ajr bergan bo'lsa, ana shu kishiga ham Ayyub alayhisalomga bergandek mukofotlarni, cho'ng savoblarni beradi dedi. Ayyub alayhisalomga nihoyatma qattiq dard alamlarni berdi Alloh taolo. Ana shularning hech biriga g'ing demasdan Ayyub alayhisalom sabr qildi. Shuning bilan Ayyub alayhisalomga Alloh taolo bakmi cho'ng, bakmi yo'g'on mukofotni berdi. Yana qandaq bir kishi ayolining ana shundaq yomon axloq xuy payliga sabr qiladigan bo'lsa, Ayyub alayhisalomga bergan Ayyub alayhisalomning balolariga sabr qilganligiga bergandek mukofotni ana shu kishiga beradi deydi. Shuning bilan birgalikda qandaq bir ayol erining yomon xuluqlariga sabr qiladigan bo'lsa, Alloh uchun sabr qiladigan bo'lsa, Alloh taolo u ayolga Mazahimning qizi Fir'avnning ayoli Osiya onamizga bergandek savobni beradi dedi. Mana bunday savobni elishni kim ham xohlamaydi aziz onalarim, aziz opa-singillarim. Shuning uchun mana bu hayoti dunyo 4 kunlikdir. Bu dunyoga aldanmasdan mana bu hayoti dunyoda Allohga itoat qilib, payg'ambar alayhisalomga itoat qilib, erlarimizga itoat qilib, osiylik qilmasdan o'tadigan bo'lsak, mangul yashaydigan, ostilaridan buloqlar oqib turadigan, daryolar oqib turadigan jannatga Alloh taolo
kirgizdi sizlarni aziz opa singillarim, aziz onaxonlarim. Shuning uchun mana bu dunyoda chiroyli sabr jamil qilib Allah ko'rsatgan yo'l bilan, payg'ambar alayhisalom ko'rsatgan yo'l bilan mengib Allohning roziligiga erishishga Alloh taolo hammamizni muyassar qilsin. Alloh taolo hammamizni islomda, iymonda sabit qadam qilsin. Alloh taolo o'zi rozi bo'ladigan bandalaridan qilsin. Oxiratda najot topadiganlardan aylasin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Keyingi darsimizda uchrashguncha xayr. Aman bo'linglar aziz qarindoshlar, aziz opa singillar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. My Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds are very few. Their love